Assalomu alaykum akalar. 5-aprel bo'ladi, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Aka, rog'ochlarni nech puldan berasizlar? 40 ming so'm. 40 ming so'mdan bunisi nech pul ekan? Assalomu alaykum rog'och akajon. 65 ming so'mdan berasizlar. Zo'r ekan bu. Qattiqki bu aka? Optimga shunaqa narx berasizlar, to'g'rimi? Bo'ladigan narxi nech pul eng oxiri? Eng oxiri 60 ming, go'zal ekan lekin, aka. Olaman, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Aka, sizlarniki nech pul bo'ldi rog'ochinglar? Arzoni mana zo'rini ko'ring. Hop, zo'ri nech pul zo'ri? 100 ming so'm. 100 ming so'm. Buni nima xususiyati bor aka? Eng lideri. Eng liderimi? Zo'rida, to'g'rimi? Bu nimaga foyda aka? Bu shu saxirga, davlenaga. Shunaqa narsalarga. Xudo xolasa akalar 5-aprel Mana eng arzoni nech puldan boshlanyapti? 20 ming so'mdan. Eng arzoni 20 ming so'mdan 100 ming so'mgacha. Xudo xolasa rog'och juda ham ko'payib ketibdi. Bemalol Nobodga nomerlar bor. Akalar zakaz qilsanglar, zakaz orqali olib kelib beramiz. Xudo xolasa bu rog'ochimizni Ilon-Otaga olamiz. Ilon-Otada sotamiz, xudo xolasa. Bemalol kelib 5-aprel kuni xarid qilsanglar bo'ladi, juda ham chiroyli narxda qilib beramiz. Sog' bo'linglar. Ma'assalama.